Masxiylik hayot degani bu zombi hayot emas. Bizlar ham kulamiz, masxiylar ham xursand bo'ladi, masxiylar ham to'y qiladi. Bizni yaxshi mana shunaqa urf-odatlarimiz, madaniyatlarimiz bor. Lekin Xudoning kalomiga to'g'ri kelmaydigan urf-odatlardan bizlar qochamiz. O'lik narsalarga topinish, keraksiz urf-odatlar, masalan, pishak o'tib ketsa, ishim endi yopiladi deydigan narsalarda bizlarga o'tmaydi bu. Bizlar unaqa narsalarga sig'inmaymiz. Bizlar uylarimizni tepalariga tikonlar ilmaymiz, qalamfur, kalush ilib qo'ymaymiz. Ular asra olmaydi bizni. Yoki quyosh botayotganda kelinlarimiz hovli shipirayotgan bo'lsa, hovli shipirmanglar demaymiz. Chorshanba kuni ham tirnoq olamiz. Bizlar unaqa narsalarga sig'inmaymiz. Bizlar faqat osmon, yerni yaratgan Xudoga sajda qilamiz. Bizlar faqat Xudodan qo'rqamiz. Asrovchi tikonlar emas, yoki kalushni tovoni emas, yoki otni tuyog'i emas. Xudo bizni asraydi. Bizlar sig'inadigan Xudo u tirik. Bizlar hatto insonlarga ham sig'inmaymiz. Shu uchun masxiylik degani bu zombi degani emas. Bizlar insonlarmiz. Aslida xursand bo'lish kimga yarashadi? Haqiqiy xudoparast, haqiqiy xudojo'ylar xursand bo'lishga arzigulik. Nima uchun desangiz, kelajakni bilasiz, abadiyotga egasiz, bundan keyin siz abadiy yashaysiz. Abadiy Xudo bilan birga bo'lishingizni bilganligingiz uchun yuragingizda xursandchilik borda. Mana masalan, Amerikada shunaqa qonun bor. Agar inson jinoyat qilsa, jarimasini to'lasa, vaqtinchalik sud kunigacha ozodlikda yashaydi. Lekin sud kuni kelganda albatta u javobgarlikka tortiladi. Lekin shungacha ozodlikda yashaydi-da. Endi o'sha vaqtinchalik ozodlikda yurgan odam bilan suhbatlashsangiz-da, yuragingda qanday hammasi yaxshimi desangiz, hech qachon uni yuragida tinchlik bo'lmaydi. U biladi, baribir uni hukm kutyapti uni. U albatta jazosiga javob berish kerak. To'lov to'lash kerak. U odamda xursandchilik yo'q. Bugun biz ozod bo'lganday ozod yasha olmaydi ular. Uni baribir nima kutyapti? Hukm kutyapti. Lekin haqiqiy Xudoga iymon keltirgan inson, iymonlik odam uchun ana shu hukm kuni yo'q-da. Mana bu odam haqiqatan xursand bo'la oladi. Bugun kim xursand bo'lishga loyiq desa, haqiqiy ozod bo'lgan odamlar xursand bo'lishga yarashadi-da. Boyagi vaqtinchalik ozodda yurgan odam balkim xursand bo'lishi mumkin, lekin to'xtay. Deydigan narsa bor-da. To'xta, hali meni jazo kutyapti deydigan narsa uni yuragidagi tinchlikda doim o'g'irlab turadi. Lekin bugun siz haqiqiy kulib, haqiqiy o'ynasangiz arzigulik. Chunki bizning gunohimizni Xudo kechirdi. Iso Masihning to'kilgan qoni orqali. Amin. Xudo sizlarni barakalasin. Hozir bolalarimizni duo qilamiz, keyin aynan mana shu hoj borasida, Iso Masih insoniyat uchun to'kkan muqaddas qon borasida birodarimiz kalomdan bo'lishadilar. Bolalar duo qilamiz. Osmondagi aziz otajon, rahmat senga Xudojon bizlarga bergan farzandlar uchun. Bizlarga o'g'il, qizlar bergansan Xudoyim. Xudojon senda mukofot deb bizlar qabul qilamiz Xudoyim. Farzandlarimizni o'zing asragin. Farzandlarimizni boshini ustidan Iso Masihning qoni himoya bo'lsin. Bularni har qanday xavf xatardan asragin. Bularni yuraklarida doim o'zing podshoh bo'l. Bularni qalbida sen ishlagin Xudoyim. Bularni Xudojon o'zing boshqar Iso Masih nomi bilan. Bular Xudojon yetuk insonlar bo'lsin. Foydali shaxs, foydali kadrlar bo'lib xizmat qilsin Xudojon. Bular Xudojon seni yo'lingdan yuradigan, haqiqiy xudoparast, seni nuringni taratadigan insonlar bo'lsin. Men senga ibodat qildim. Amin. Xudo barakalasin. Marhamat. Katta rahmat hammangizlarga. Haqiqatan ham yoshlarni ko'rish bu juda xursand qiladi odamni. Chunki hammamiz ham yoshimiz o'tsa ham yuraklarimiz yosh, to'g'rimi? Odam yuragi qarramaydi. Yoshlanmaydi hech qachon. Bizlar ham quvonamiz yoshlarga qarab o'tirsam. Ana 3 ta kelin kuyovlar, Xudo xolasa yaqinda 4 ta bo'ladi. 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lsin, kutib turganlar bor. Hamisha yangi hayotda to'ylar bo'lsin. To'ylar to'ya ulashsin degan so'zning ma'nosini bilasizlarmi nima demak? Hamisha to'y bo'lganda kelajakki to'ying rejasi shu yerda quriladi.
Qızlar yigitleri, yigitler qızlar bilan to'ylarda uchrashadilar. Shuning uchun to'ylarga ulashsin deydi. Ana kelajakki to'yimizda ham o'g'lim aytadi menga, bir topar do'stlarim kelib o'tiradi, ha desam, bular hammasi yaxshi qizlari izlaydi dedi, shu to'yda ko'rajak deydi-da. Ana kutib o'ringlar, endi yangi so'nggi to'ylaring bo'lishini kutib o'ringlar. To'ya ulashaveradi. Hammasi endi bu tabiiy bir narsa. Bu xursand qiladi odamni-da. Chunki boshqa yerda ham ko'rishadilar. To'ylarda ko'rishadilar, jamoatda ko'rishadilar. Bir-birlarini shunday qilib topadi, o'zimiz ham shunday topganmiz bir-birimizni. To'ya ulashsin, hamisha bizlarga shu yaxshi kunlarda tons edish, xursand bo'lish. İsa Masih aytadiki, xursand bo'lganlar bilan xursand bo'linglar, qiynalganlar bilan qiynalinglar deydi-da. Mening o'zim shaxsan shunday odammanki, hazil qil yerda hazil qilaman. Yoshlar bilan o'tirsam yoshman, qarilar bilan o'tirsam qariman. Xafa bo'lganlar bilan o'tirsam, ular bilan yig'lab bilaman, qiynalib bilaman, yurak dardini eshitib bilaman. To'y bayramlarda men raqs qilmadan turib bilmayman. To'ya borsam, bizlarda shunday nima bor. To'ya borsang, to'y dey bor deydi-da. Xafa bo'lib to'yga borish bu gunohdir. To'yga boran odam xursand bo'lib borish kerak, chunki sen xursandchilikni paylashmaga borib o'tiribsan. To'yga borib ham ranking shunday bo'lib yere qarab o'tirsang, sen u to'yga bormaganing yaxshi. To'ya borsang xursand bo'lib bor. Boshqalar ham sen ularning ham nastroyeniyasini buzasan-da. U to'yga borsang xursand bo'lib bor deydi-da. Shuning uchun bizlar masihlar hammamiz shodlanganlar bilan, xursand bo'lanlar bilan xursand bo'laylik, qiynalganlar bilan qiynalaylik. Bu İsa Masihning aytgan so'zlari. Kalamda bor bu. Yangi hayotda nafaqatki uylangan, turmushga chiqqan kishilari buni ko'rali, hamisha bo'lsin. Aslanbey aytaman, har hafta kelin salom bo'lsin, bir traditsiya deb kirgizali yangi hayotga. Ama yana bir narsa tilayman, Aslanbey. Bu payg'ambarlik so'zlari deb qabul qilsangiz ham bo'ladi. Hozir shu o'tirgan yerimda bu mavzum emas hali, gapirjak mavzum emas. Luka 15-bob 10-oyatda shunday deb yozilgan. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzurida shodlik bo'ladi. Boshqa tarjimalarda juda ochiqlab yozilgan, to'y bo'ladi deb yozilgan. Xudoning farishtalarining ichida. Bilasizlarmi, nafaqat bu yerda o'g'il qizimizni uylantiramiz, turmushga beramiz, to'y tutamiz-da. Bizlar masihlar osmonda Xudoning farishtalarining ichida ham to'y tutishni bizlarga berilgan. Har bir gunohkor tavba qilib İsa Masihni tanigan vaqtida bizlar yerda turib osmonda to'y beramiz. Yomon boysizlar. Hozir bilasizlar, New Yorkda to'y bermak ham katta bir narsa o'zida. O New Yorkda to'y berdi, İstanbulda to'y berdi, falan yerda to'y berdi. Osmon, Amerikada to'y berdi, osmonda to'y berasizlar. Shu yangi hayotda bizlar İstanbulda turib jamoatda shunday madaniyat kirgizganmizda jamoatga. Har bir tavba qilib iymon etgan yangi birisine bir odam bo'lsin. O'sha odam uchun jamoatda osh bo'lib kattadan katta to'y qilar edik, har bir jon uchun. Chunki bunga bizlar yurakdan tushunganmiz. Bizlar osmonda to'y berib bilamiz. Bu katta narsa. Ham yerda ham osmonda bila to'y berib bilsak, shu osmondagi bo'lgan to'yga sababchi bo'lsangiz qanday katta. Ana shu odamni men jamoatga getirdim, bular iymonga keldi, ana to'ylar boshladi. Kelin salom to'ylar ulardan bo'ladi. Ular farishtalar ichida bo'ladi deydi-da. Shunga sizlar bizlar hammamiz jamoatdagilar sababchi bo'lishimiz kerak. Shu ham yangi hayotda ham har kuni, har shanba kuni, yakshanba kuni bir jon, ikki jon, uch jon xalos bo'lganini ko'rish muyassar etsin. To'ylar osmonda ham bo'lsin. Endi mavzumga o'taman. Men Aslanbey'i ko'p o'qitdim primoy efirlarda ham. Jamila opaga o'qitaman. Yohannaning kitobi xushxabarida 6-bob 46-58 o'qiymiz. Bugungi mavzumuz İsa Masihning o'limi va tirilishi, İsa Masihning badani, uning to'kkan qoni borasida bo'ladi. Xoch borada bo'ladi. Marhamat.
Mana buni bering. Rahmat. Yuhanna 6-bob 46dan 58gacha. Aslida hech kim hech qachon samoviy otani ko'rgan emas. Birgina Xudodan bo'lgan zot otani ko'rgan. Sizlarga chinini aytaman. Kim menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men hayot noniman. Ota-bobolaringiz sahroda manna yegandilar. Shunga qaramay o'lib ketdilar. Ammo osmondan tushadigan bu non esa shunday xislatga egaki, undan yegan odam o'lmaydi. Men osmondan tushgan hayot baxsh nondirman. Bu nonni yegan kishi abadiy yashaydi. Dunyoga hayot baxshida etish uchun beradigan nonim mening tanamdir. Shunda yahudiylar, u qanday qilib bizga o'zining tanasini yedira olar ekan deb o'zaro talashib tortisha boshladilar. Iso ularga dedi: Sizlarga chinini aytaman. Agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uning qonini ichmasangizlar, sizda hayot bo'lmaydi. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odam esa abadiy hayotga egadir. Men uni oxiratda tiriltiraman. Mening tanam haqiqiy ozuqa, qonim haqiqiy ichimlikdir. Tanamni yeb, qonimni ichadigan odam menda, men esa unda yashayman. Modomiki meni barhayot ota yuborgan ekan, men ota tufayli yashayman. Mening tanamni yegan har bir odam esa men tufayli yashaydi. Osmondan tushgan non mana shudir. Bu non ota-bobolaringiz yegan mannaga o'xshamaydi. Ular manna yeb o'lib ketganlar. Men bergan nonni yegan odam esa abadiy yashaydi. Amin. Qanday fikr edasizlar? Bu tekstlarni kontekstda o'qigan vaqtingizlarda uyingizga borib o'qib ko'ringlar yana bir marta, hali yana o'qiymiz so'ngidan. Bu nerda bo'ldi bu? Bu voqea bo'lganda Iso Masih 5000 odamni non bilan, baliq bilan to'ydirgan payti. Odamlar shundayki bir non osmondan tekina non, baliq bilan qornlari to'yganda ular ishlamin tekinga non beradigan Isoning izine ergashdilar. Munglab. Iso Masih nondan gapirsa, ular aytadi, o'sha nonni ber, bizlar endi hech bir och qolmaganli deydi. Ammo Iso Masih ularga boshqa bir haqiqatni tushuntirjakki, Iso Masih tog'dan gaplasa, ular bog'dan, Iso Masih oyoq desa, ular tayoq deydi. Ular tushunmayapti. Tushunsalar ham tushunmak istamayaptilar-da. Iso Masih aytadi, mening badanimni yemadik, mening qonimni ichmagan abadiy yashashga kira olmaydi deydi. Ular uchun bu eshitmasi qiyin bo'lan bir gap. Tushundilarmi? Tushunganlar ham bo'ldi, tushunmak istamaganlar ham bo'ldi, tushunib turib ona qarshi chiqqanlar ham bo'ldi. Ular yana fariseylar, yahudilar nima dedi? Qanday qilib bizlar buning badanini yeymiz? Qanday qilib bizlar buning qonini ichamiz? Mumkin emas, nima deb o'tirgan bu odam? So'ngunda yana oyatlar bor. Xuddi hozirgi davrdagi odamlar ham shunday. Iso Masihning badanini yotlagan vaqtimizda, non deganimizda, sindirganimizda qizil soq ichamiz, sharob ichganda Iso Masihning qonini xotirlaymiz. Bu ko'chadan o'tgan odamlar uchun tushuniklimi? Qanday fikr edasizlar? Tushuniksiz. Hech qachon. Hatto men yosh paytimda qishloqda bizning uy guruhimiz bor edi. Bir ikkita qishlog'imizda alqash odamlar bor edi. Bular eshitganki, masihlar bilalab to'planganda bular vino ichadilar, tekinga vino beradilar deb aytibdilar-da bulara. Bir yerdan eshitdim. Bir kun ko'rsam 3 ta alqash ko'chani boshida turibdi, men jamoatga ketib o'tiribman, menga ular yondosh bo'lib, biz ham olib ket dedi. Ha desam, bizlar ham dedi boramiz dedi. Nimcha desizlar desa, tekinga dedi sharob beramiz o'rda dedi-da, eshitdik dedi. Men dedim, "O." Yo, xabar o'zine göre xabar eshitganda bular. Bular tushunmaydi, bular sharob nima, non sindirish nima. Ammo bunda bir shunday bir katta bir ma'no bilan katta bir sir bor. Odamzodning abadiyati
bunga bağlı. İsa Masih aytgan sözleri haqiqatdan ham o bir narsa deb o'tirgan. Mening qonimni ichmagan, mening badanimni yemagan abadiy yashashga kirmaydi. Abadiy yashash yo'q u odamning. Hazır bunu aytsanız, hazırki davrda ham odamlar shunday deb o'ylab, nima bular kannibalmi, odam go'shini, odam qonini ichadiganlarmi bular? Shunday ham gap chiqaradilar masihlar borada. Bular bolalarning qonini ichamish deydi-da. Tushunmasa odamlar her narsani yeyiveradilar. Tushunmak istaganlar uchun Xudoning muqaddas ruhi bu haqiqatni ochiqlaydi. İsa Masih badanining bizning gunohlarimiz uchun o'ljag'ini, sindirilacağını, qonining bizning gunohlarimiz uchun to'kilajagi borada gaplar o'tirgan. O'zi ochiqdan ochiq aytadi ham. Ular tushunmak istamadik odamlar uchun bu kulki, bu yana nima, yana bu g'iybat, har xil gaplar tarqataveradilar. Ammo odamlarga tushunukli bo'ldi bu gap. So'nggi oyatlarni o'qiymiz, qarang qandaylar bo'ladi. Jamil opa yana bor. O'sha 6-bobdan 59-69. Iso bu so'zlarni Kafarnaxumdagi sinagogada ta'lim berayotganda aytgan edi. Uning ko'plab shogirdlari bu gaplarni eshitib, qanchalik qattiq so'zlar, bularni kim hazm qila oladi deyishar edi. Shogirdlari norozi bo'lganlarini Iso bilardi. Shuning uchun u shunday dedi: "Gaplarim jig'ingizga tegyaptimi? Agar sizlar inson o'g'lining asli kelgan joyiga, osmonga ko'tarilib ketayotganini ko'rsangizlar, nima der ekansizlar a? Xudoning ruhi hayot baxsh etadi. Insonning kuchi bilan esa hech narsaga erishib bo'lmaydi. Sizlarga aytgan bu so'zlarimni menga Xudoning ruhi bergan. Bu so'zlarim sizlarga hayot ato qiladi. Shunga qaramay, orangizda menga ishonmaganlar bor. Holbuki Iso kimlar ishonmaganini va kim unga xiyonat qilishini oldindan bilar edi. Iso gapida davom etib dedi: "Shu sababdan men sizlarga, osmondagi otam yo'l qo'ymasa, hech kim mening oldimga kelolmaydi degan edim." O'sha vaqtdan boshlab ko'p shogirdlar Isodan yuz o'girib, unga ergashmaydigan bo'ldilar. Shunda Iso 12 shogirdidan: "Sizlar ham ketmoqchimisizlar?" deb so'radi. Butrus shunda javob berdi: "Hazrat, biz sizdan boshqa kimga ham borar edik? Abadiy hayot baxsh etuvchi so'zlar sizda-ku. Siz Xudoning azizi ekaningizga ishonchimiz komil." Amin. Ana shu voqeada oyatlari ko'rganimizda bizlar bu gaplashishning qanday bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Minglab odamlar tekinga non bilan to'ygandan so'ng Isoning izidan kelib qaytib ketdilar. Ular bir narsada budradilar, bir narsa ular uchun shunday divor bo'lib to'xtadi. Nimadan o'tolmadilar? Isoning eng katta aytgan so'zi shu yerda: "Mening badanimni yemadik, mening qonimdan ichmagan odamning abadiy yashashi yo'q" dedi. Sizlar odamlar dedi, bu kechki uchi dunyodagi non bilan bandsizlar. Ammo bu abadiy hayotda aytadiki, ana Mangzatmani ham aytadi. Otalaringiz monni yedilar, har kuni osmondan tekinga monni berdi. Cho'lda 40 yil go'sht berdi sizlarga. Ondan yedilar-da o'ldilar. Ammo mening berajak nonim abadiy hayot noni. Bu mening badanim, bu mening to'kkan qonim deydi. Bularning aytgan so'zlarına qarang. Hamma narsaga tushundi bular. Tushunmadi desangiz yanlış bo'ladi. Bular minglab odamlar Iso Masihga qanchalik qattiq so'zlar dedilar. Bularni kim hazm qiladi? Bilasizlarmi, hozir ham dunyo shunday. Xoch deganimizda har bir odam xochni ko'rgan vaqtida bir xil nima bo'ladi, shok bo'ladilar-da. Bu yerda bir ruhi bir nima bor. Xoch deganda bizlar xochning o'ziga sajda qilmaymiz. Bizlar masihlar bilamiz. Xochni ko'rganimizda bizlar nimani xotirlaymiz? O xochdagi o'lgan, badani sindirilgan, qoni to'kilgan Isoni xotirlaymiz. Xochning o'zi o'z-o'zidan bir xochdir u. Ammo u xochda o'lgan Isoni xotirlaymiz. Ana shuning o'zida katta sir bor. Odamlar buni ko'rganda nimani hazm qilmaydilar? İsa Masihning odamzotning gunohi uchun bergan qurbonligini odamlar hazm qilib bilmaydi. Hazm qilib bilmaydi deganda
Adamның жылытқасы қандай? Taşını ya bir temirni yese onu hazım kılı bilmeydi. O mümkün emez de. Bu hakikat hem adamlar için şunday ağır keledi de. Hazım kılı bilmeydiler, singdir almaydılar. Ama bunu kabul kılganlar, İsa Mesih'nin haçtaki kurbanlığını kabul kılgan adamlar için bolsa bu yaşam beredi. Dine bir bu dünyadaki hayat emez, ebedi hayatını beredi. Ana bugün bunu nişanlayımız, bunu belliyimiz, yine bir mərtə hatırlayımız. Meni hayran kaldıradıran nerse, qaran hatta şagirtlerin dedi, şagirtler hem o 12 havariden köprak bolgan o yerde de, şagirtlerin hem köpüsü İsa Mesih'ni terk edip gittiler, ret edip gittiler. Çünkü onlar hem bu hakikatini hazım kıla almadılar. Fakat 12'ler kaldı. 12'ler kalganda İsa Mesih 12'lerde hem sizler hem ketmekçi misler deyip soradı açıkça 12'lerden. Çünkü 12'ler 12 havaliler onlar İsa Mesih bilen 3 yıllap yürüdüler. Onlar İsa Mesih'nin kudratlarını bundan başka da köp yerlerde gördüler. Talimatlarını eşittiler. Onlar keçe gündüz İsa Mesih bilen bile onun izine ergeçkendiler. Onlardan soradı. Sizler hem beni terk etmekçi misler? Sizler hem menin ölümümü, menin 3. gün tirelişimi sizler hem hazım kılı bilmişler mi? Degeni oldu da bu. Ama bu turist şunday cevap verdi. Hazret, biz sizden başka kimge hem barar edik. Ebedi hayat bahş etüçü sözler sizdeki. Biz Xudanın azizi ekenliğinize işançımız hamil. Bularda bir nerse bolup geçken ki, bular hakikaten hem İsa Mesih'nin nime aytkanını körüp, bilip, düşüne aldılar ve bu yol, İsa Mesih'nin yolu kanday kıyım bolsa hem bu yoldan ketmediler çünkü işançları kamil. Bilediler ki İsa Mesih'ten başka hiç kimde ebedi hayat etüçü sözleri hiç kimde başka yokluğuna onlar köz yetti olan ruhu közleri açıldı. Onlar hazım kıldılar. Başka şagirtler bu sözlerini hazım kılıp bilmediler. Hazır hem bizler şunday devirde yaşayımız. İki sebep var. Nim için haç ikiden köptür mene ama ikitesini tələb aldım. Çünkü vaktim hem köpemez. Nim için İsa Mesih'nin ölümü ve tirelişi bugün hem adamlar için en katta büdreme taşı deyip aytadı da. Adamlar bu taşta büdriydiler İsa Mesih'in ölümü ve tirelişinde. Hemmeler bunu eşitkende her iki reaksiyalar hazır hem var. Sebepleri şunday. 2. Korinfliklerden 5. babtan okuyman, sonra 1. Korinflikler 1. 23-24'ten okuyman. 1. Korinflikler 1. babtan 23-24. ayatları okuyun. Biz ise fakat haçka mıhlanga Mesih hakkındaki habarını yaymaktamız. Bu haber Yahudiler için hakaret bolsa, gayri Yahudiler için telbeliktir. Bırak Xuda davet kılgan Yahudi ve gayri Yahudiler için Mesih haçı Xudanın kudreti ve hikmetidir. Hazır oşa paytda hem haç sözünü aytkanınızda hemişe şu iki nerseni aytasız. İsa Mesih'nin ölümü ve İsa Mesih'nin tirilişi. İsa Mesih'nin ölümünde hem bedeninin sınğanını hem kanının tökülgenini aytasız. Bizler ona yürekten işanamız. Çünkü Xuda bizim gözlerimizi açtı. Ondan başka bir yerden necat yok. Günahlarımız için fakat İsa Mesih'nin mukaddes kanı günahlarımızı yuvub bizleri tazalıydı ve bizlerge ebedi yaşayış veredi. Ama bu haber Grekler için, burada gayri Yahudiler deydi de, Grekler için İsa Mesih'nin ölümü ve tirilişi bu nime deyip aydadı? Telbelik deydi de. Bunlar külediler bunun üstünden. İsa Mesih haçta ölüp tirildi desen, onlar külediler fakat buna fakat aklı pes, ya bir telbeler, ya bir bulmagan adamlar, pes derecede bilimsiz, ilimsiz adamlar buna fakat işanı biledi deyip, Grekler onlar hemme filosofiyanın bu yaralgan yeri, töregen yeri. Onlar için İsa Mesih'nin haçı bir külkü bir nemesi,
Tələbələr buna faqat işanadı deyib aytadılar onlar. Juda məğrur insanlar Greklər. Çünki onlar filosofiya inanadılar köproq. Bütün dünyanın adamları həm şunday. Hazır bilim ösüb ketgəni üçün haç sözü onlar üçün tələbəlik. Yahudilər üçün nima? Bu xabar Yahudilər üçün olsan haqarat. Yahudilər həm bunu qabul qılıb bilmədilər. Bu ular həm buna işanmıydılar. Haçda boğan ölümgə və İsa Məsih'in ölümgə və tirilişinə. Şunun üçün hazır xuddi şunun kimi adamları İsa Məsih'in ölümü və tirilişi barədə aytqanınızda hər xil reaksiya var. Reaksiyalar həm şu ikisində buladı. Ya külədilər bunun üstündən, ya haqarat qıladılar bunun üstündən, ya təlbəlik deyib aytadılar, yenə nəmə dedilər, yenə nəmə dedilər. Göz bilən görüb gələn barmı dedilər. Faqat qabul qılmazlıq üçün, İsa Məsih'in qurbanlığını qabul qılmazlıq üçün səbəblər köpdür dünyada. Hazır xam. Bir səbəb bu. Yəni adamlar qanday fikir edəslər? Qanday ağır sözlər, bu sözlərini hazım qılış qiyin. Juda qiyin dedilər də taşlab getdilər. Adamlar hazırki dövrdə bu sözlərdən xas qiyin sözləri eşitməyin yürüblərmi? İsa Məsih baraza Norvegiyada onun ölümü tirilişi barada aytqanında köp ata-analar aytqan, "Ey bu o strastı Xristovu görsətmənglər, qanda qanday urulub, qan töküb İsa Məsihni şunday iskəncə qılıb oturubdular, onu görsətmənglər, balalara görsətmənglər" deyib aytad dedi. Ha desə balalar hələ yaş deyib aytad dedi. Sonra uşaq balalar uyuna girib o adam öldürədən kompüterdə iqra oynaydılar dedi də. Ondan qorxmuyor ikən də o balalar. Ucuzlu kinolar görərəkən ondan qorxmuydu o balalar. Amma haç barada İsa Məsih'in ölümü tirilişi barada aytsan, yo bunlar ağır sözlər bunlar. Aytmang balalarga deyib aytad dedi. Adamlar hazır ölüm barada başqa sözlər nima desa adamlar hazırki dövrdə istəgən nərsəsini alıb görədi. Heç zatdan qorxmuydular ki. Adam ölümünü hem körü yaptılar, terörizmi körü yaptılar, uruşları körü yaptılar. Adamlar korkmuydu hiç zaten. Ama nim içindir İsa Məsih'in sözleri juda qattiq sözler bulup deydi de ularga. Ve dediler hazım qilish qiyin dediler. Yani bir sebebi indi bahanaları da ahmaklık dedi, bu dedi, təlbəlik dediler. Fakat bunu kabul qilishdan el çekip oturganlar bilesizler hazırki dövrdə hem hoş xabar aytqanınızda İsa Məsih'in ölüp tirilişi barədə aytsanızlar, adamlar şunday adamlar var bana aytqanlarda, "Aka, sizin ayt oturanınız doğru, İsa Məsih'ten doğrusu yok. Onda kel tavba qıl İsa Məsih'in izine ergeçse, aka doğru mu aytayım indi ha desem, bana bu ne выгодно deydi de. Adam ucu hasaplap koyuptu, ne выгодно deydi de. Nim için bana bu doğru kelmedi deydi. Ha dese, men iki nərsəni yaxşı görəmən dedi, yaxşı yigitlər. Men içkini yaxşı görəmən, men qızlar bilə yürüyüşünü yaxşı görəmən. Men biləmən dedi, İsa Məsih'e işansam bunlar ikisini hem koyuşum gerek deydi. Ne выгодно deydi. İşimə ne выгодно, kariyerime ne выгодно, meni yaxşı görən günahlarımı koyuşum gerek. Men biləmən İsa Məsih doğruluğunu deydi. Toka ne выгодно deydi de. Bahanalar köp. Hazım qıla almaydılar. Hazım qıla almaydılar çünkü hazım qılsalar en katta bir narsa bo'ladi. Bunu aytaman, shu bilan ham yakunlayman. 2 Korinfilliklar 5, 14, 15'te shunday so'zlar bor. Axir Masihning bizga bo'lgan muhabbati bizni shu so'z qiyin rag'batlantiradi. Bir odam hamma uchun o'lgan bo'lsa, demak biz hammamiz o'lganmiz degan xulosaga keldik. Ha, Masih hamma uchun o'ldi yoki yashayotganlar endi o'zlari uchun emas, balki ular uchun o'lgan ve tirilgan Masih uchun yaşasınlar. Bizler hoş xabarı vağız qılanımızda bizler kam aytamiz. Fakat ishongin, tavba qilgin, abadiy hayotga ega bo'lgin demiz, kam aytamiz. Ama hochdagi bo'lib kechgan İsa Məsih'in ölümü ve tirilişi, onun singan bedeni ve onun tökkan qoni nafaqat sizi ya meni najot topishim uchun emas. Hatta o birinci yerde najot topishimiz uchun endi yashayotganlar o'zlari uchun yashamasınlardanın kim uchun yashasınlar deb qildi deydi.
onlar üçün ölüp tirilgen İsa Mesih üçün yaşasın. Adamlar nim için haç sözü, İsa Mesih'in ölümü adamlarga nim için nivegirini bilesizler mi? Ana şu yerde. İldizi, bu problemanın ildizi ana şu yerde. Haçını kabul kılgan her bir insan indi özü üçün emas. İndi Mesih üçün yaşaşı şart. Şunun üçün haçı kabul kılmaslık üçün her hili bahanalar var. Kime vıygıdını, kime ne vıygıdını, kimler küledi, kimler için bu ahmaklık, telvelik kabul kılmaslık için yüzlerce bahanaları vardır. Kabul kılış kanday boladı. Geçende bizler Xudo bilan gaplaşdik Primo efirde ham. Sen menikini, men senikini deydi de İsa Mesih. Sen mening şahlığımı aktar. Men senin yükünü yengil kılaman deydi de. Bu yerde ham şunday düşününce var. Ana şu yerinde dikkat bilen eşitişinizlerde isteymen. Bizler körüp oturganlarga her biri. Haç sözü bizi mecbur kıladı. İsa Mesih'in haçtaki ölümü her bir günahkarını İsa Mesih'e işanıp onun için hayatını bağış kılıp İsa Mesih için yaşaşka mecbur kıladı. Ana şunun için haç hemmeleri korkudadı. Bahane ait aktar öğrendiler. Hemmesinin bahanası bitti. Onlar Mesih için yaşamak istemiydiler. Niye gidin? Rusça aytsak. Bir meni juda küçlü yığlatgan bir misal aytaman ve İsa Mesih'nin iziga bütün canım tenim bilen İsa Mesih'nin iziga ergashishga turtki bolan bir voqeani aytib beraman. Bu aytgan sözümni to'ldiradi bu. Ikkita ekiz bolalar bo'lgan erkak kishilar. Birisi birine shunday bir mangzagan, hatto yana otasi ham ajratib bilmagan. Shunday bir mangziymişda bir-birine, yani ekizlar. Birisi Xudoga ishongan, aqlli yaxshi bola bo'lgan, jamoatda bo'lgan. Öbürüsü bandit bo'lgan, hamisha xuligan, gunohlar ichida yashab yurgan birisi. İki bir qarından chiqqan, bir ena otadan tug'ilgan iki ekizlar. Bir gün yankı bandit bo'lib tasharlarda gunohda yashab yurgani ichadi, chekadi, do'stlar bilan o'tirib bir qavga bo'ladi, janjal bo'ladi. O yerde bir kishini o'ldiradi, daning polislar keladi desa o'ldiran yerinde qaçadı bu. Üstü başı qon bilan uydan yugurib keladi. Uyuna yugurib kelsa, yankı imonli birodari bor. Ular bir-birine shunday o'xshaydi deydi. Men adam öldürüp keldim deydi. Yüzüne qarandan göredi, yüzü gözleri hem meyri qon bo'lib yatan egin boshlari. Yankı imonli birodari aytadi, chiqar egnindagi eshiklaringni deydi. Qonli eshiklarini chiqar, men mening eshiklarimga giydaning deydi, uyda bo'l. Men seni o qonli eshiklar yankı imonli kiyadi. Polislar izinden aktarıp kelganda o'sha men deydi. Bunu alıp gidip sud edediler, bunu hem ölüm cezasını verediler. Ve Xudo shunday yankı qalgan bandit oppoq taza egin boshlar bilan, yankı birodarining egin boshlari bilan qoladi. Xudo bunga shunday bir kuchli ta'sir qiladi ki yankı odamga. Senin birodaring sening uchun öldü. Sen bo'lsa onun uchun yashaysan. Ana şu hakikatni yüreklerinizde, ang düşüncelerinizde kelip yetken bo'lsa, haç manası ham şudur. Mesih sizler ve mening üçün kan döktü. Onun bedeni bizler üçün sındı. Onun kanı bizlerin günahlarımız üçün döküldü. Mening şahsan. Mening üçün fark etmez. İmanlılar, bütün dünyanın imanlıları Mesih rədd etse hem, men şahsan Mesih'in izinden gidemem. Ergeçemem. Çünkü bu şahsı bir mesele. Bu gruppavi mesele emas. Hemmeler imandan qaytıversin. Davud Peygamber dedi, bu tarafımda, sol tarafımda 1000 adam, sağ tarafımda 10.000 adam yıkılsa ham, men tik duraman çünkü men Xudoga ishanaman. Ana bu şahsı mesele şu. Mesih sizin, mening günahlarım için öldü, kan döktü. Mening aklanışım için 3. günü tireldi. O mening günahlı egin başımı alıp, günahlarım için o öldü. İndi haç meni mecbur kıladı. İsa Mesih'in ölüşü, tirilişi meni mecbur kıladı. Çünkü men, aytın yine bir gece okuyman. Ahir Mesih'in bizge bulgan muhabbeti bizni
rag'batlantiradi. Bir odam hamma uchun o'lgan bo'lsa, demak biz hammamiz o'lganmiz. Gunohlarimiz ichida o'limiz bizlar hammamiz. Biz hammamiz o'lganmiz degan xulosaga keldik, chunki shu haqiqat bu. Ha, Masih hamma uchun o'ldi. Toki yashayotganlar endi o'zlari uchun emas, balki ular uchun o'lgan va tirilgan Masih uchun yashasınlar. Masihga ishonaman deb o'z keyfiga, o'z hayotiga yashab yurgan odamlar hali qochni bilmaydi. Bugun bunday odamlarni tavbaga chaqiraman. Masih'i bo'lib o'z keyfingga, o'z hayotingga yurgan bo'lsang, hali sen kerak narsalarni tushunmabsan. Tavbaga chaqiraman. Xoch so'zi bizari İsa Masihning iziga ergashib, hayotimizni o'nga baxsh etib, u uchun yashashga majbur qiladi. Uni qabul qilishingizni istayman. Xudo hammangizlarga marhamatlasin. Amin.